Biz hazır pişiramiz qabaqdan osh, sup püre. Bizga mana uchun kerak bo'lgan qabaq, hamma qabaqni o'tirtib pishirishga kerak bo'lgan qizdirgan so'g'on, mayda, sıyır mayında, slivki, bu quyutilgan süt, qabaqning tishlari, tuz. Hozir qabaqni qo'yib yubordim. U 10-15 minutda pishib ketadi. Mana bizning oshimiz pishib chiqdi. Hozir blender yordamida ezdiramiz. Qabaq tishlari solib, üstün yeşil ulanlar bilan bezaymiz. Oshlarimiz tamli bo'lsin.